Assalomu alaykum hammaga. Bugun YouTube Sim dasturini qanday yuklab olish, o'rnatish va undan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yuklab olishdan boshlaymiz. Yuklab olish uchun dasturimiz nomini Google'dan qidiramiz va bu yerdan birinchi chiqib kelgan sayt orqali yuklab olishimiz mumkin. Download tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda eng oxirgi versiyasi 1.2.5 versiyasi bor ekan. Buni yuklab olamiz. 5 saniye sanagandan keyin yuklab oladi. Ko'rishda ham yuklab olsangiz bo'ladi. Ikkinchi yo'li xuddi mana shu havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni cloudga yuklab qo'yganman. Ikki xil versiyasini yuklab qo'yganman. Xohlagan versiyani o'zingiz yuklab olishingiz mumkin. Buni yapamiz. Dasturimizni ishga tushiramiz. O'rnatishni ko'rib chiqamiz. Dasturimizni qanday o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu holda fayl buni ochib olishimiz kerak. Ekstrak. Ochib oldik. Buning ichidan bin papkasiga kiramiz va application topamiz. Buning ichidan bin papkasiga kiramiz va application topamiz. Dasturni o'rnatamiz. Ruxsat beramiz. O'rnatamiz. Bu yerdan bin papkasini topamiz va applicationni run as administrator, ya'ni administrator qilib bu yerdan bin papkasini topamiz va applicationni bu yerdan bin papkasini topamiz va applicationni topamiz va bu applicationni run as administrator qilib ochamiz. Ruxsat so'raydi. Ruxsat beramiz. Dasturimiz ochildi. Mana OK. Hop. Mana shu OK turgan bo'lsa, sizda dastur ishlaydi. Yoki bo'lmasa, administrator qilib olsangiz uchun ishlashi mumkin. Boshqa holatlarda OK turmagan bo'lishi mumkin. Endi dasturimiz tayyor. Tepadan hamda Factorio yoki boshqa dasturlarni ochib birga ishlatishingiz mumkin. Hozir Tepadan dasturini ochib olaman. Yangi proyekt ochamiz. Project view. Yana yangi controller tanlab olamiz. Setda 1200. Xohlagan controllerni tanlasangiz bo'ladi. Dastur ochildi. Endi loyihamizni simulation qilishimiz kerak. Start simulation. Okay. Dasturda kontrollerga yuklaymiz.
ko'rib turibsizki, bizning simulyatorda ishlayotgan kompyuterimiz tayyor. E'tibor berasizlar, IP adresiga e'tibor beramiz. Bluetooth 168.01 raqamga qo'yamiz. Endi faktoriya yo'lini ochamiz. Bu faktoriya dasturini birinchi o'ynashni yo'ldan shu yerni o'zidan bog'lasangiz ham bo'ladi yoki qo'ygan loyihani ochib turib bog'lashingiz mumkin. Masalan, bog'lash uchun driver stolini bilaman. Bu yerdan o'zimizni kontrollerimizni tanlaymiz. Bu hozir bog'lanmaydi. Nima uchun degani? Bog'lanish uchun bunday narsaga qilishimiz kerak. Ya'ni SFTP 1200 ga bog'laymiz. IP adres, bu host IP adres qaysi? Ya'ni sizning kompyuteringiz IP adresi. Buni bilish uchun terminalni ochasiz. Dasturni orqasidan ochamiz. IP config yozishingiz kerak. IP config yozasiz. Enter'ga bossangiz, bu yerda sizning IP adresingizni kirasiz. Tarmoqda qaysi IP adresda o'tirganingizni bu host SFTP 1200 ni tanlaysiz. Host nima? Bu host sizning kompyuteringizdagi IP adresingiz, ya'ni uni bilish uchun terminal ochildi faqat dastur orqasida. IP config yozamiz, enterga bosamiz. Bu yerdan mana IP port e'tibor beramiz, ya'ni bu bizning IP adresimiz. Siz tarmoqdan qaysi IP adresi bilan ishlatayotganingizni aytsangiz, o'sha IP adresda ishlashingiz mumkin. Hozir Wi-Fi da ishlatyapman, mana wireless. Shuning uchun shu IP adresga kiraman. Endi 102.35 dasturimizni ochamiz. 102.35 ga kirdim. Wi-Fi adapterlarini tanlaysizlar. Bu keyboardda turadi. Qolgan yerga ishlatamiz. Xohlasangiz o'zingiz narsaga qo'shishingiz mumkin. Bu bo'ldi. Endi dasturimizni sozlaymiz. Bu dastur sozlash uchun hozir bizda hech qanaqa qo'shilmagan, faqat aloqa qo'shilmagan. Buning uchun add tugmasini bosamiz va bu yerdan birinchisiga xohlagan nom berishingiz mumkin. Va ikkinchisi network IP adresi. Bu sizning IP adresingiz. 192.168 keyingisi PLC dasturniki. PLC IP adresi 192.168.0. E'tibor bersanglar, pastda Foundation of CPU bu yoqdan SFTP 300 bo'lsa, nolga turishi kerak. SFTP 1200 bo'lsa, 1500 larda 01 turadi. 01 qilamiz va OK bosamiz. Qo'shildi va portimiz OK bo'lgan bo'lsa, start tugmasini bosamiz. Running bo'ldi.